Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Biz ko'p ta'kidlab gapiryapmiz. Namozni qazo qilish mo'min odamga loyiq, muvofiq, munosib sifat emas. Mo'minning sifati namozni qazo qilish emas. Mo'minning sifati namozini vaqtida o'qish. Namoz haqida Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislarida namozdan sizlardan qaysi biringiz namozdan uxlab qolsa deganlar. Harakat qildi, har bir sabablarni qildi, uxlab qoldi. Yoki namoz esdan chiqib qoldi. Shu ikkita holatda namoz qazo bo'ladi. Man nama an salatin aw nasiya deb keladilar hadisda. Bir namozdan uxlab qoldi yoki u namoz esdan chiqib qoldi. Ana shu ikki suratda insonda namoz qazo bo'lish ehtimoli bor. Ana shunaqa namoz qazo bo'ldi yoki esdan chiqib qolgan paytda, esiga tushgan paytda namozning qazosini o'qishligi farz. Endi bir odam namozlarini vaqtida o'qimabdi, bir muddat dinni bilmabdi, islomni tushunmabdi. Ma'lum bir davr o'tgandan keyin namozlarni qazosini o'qimoqchi bo'lsa, ana shu odamga nisbatan demak asr qazo namozi ko'pligi bo'lishi mumkin. Savolda so'ralganidek, asr namozini qazosi qachon o'qiladi? Asr namozi to shom namozi vaqti kirguncha qazo o'qilaveradi. Bordi-yu shomni vaqti kirib qoldimi, asrni oldin o'qib oladi. Asrni o'qib keyin shom o'qiydi. Qachonki shom namozining vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lsagina, ana undan keyin asrni o'qimasdan shomni o'qiydi, keyin undan keyin asrni qazosini o'qib oladi. Allohu a'lam bissavob.